Bemalol hamma ustalarga. Bu g'oya kimdan chiqdi o'zi? Men hayratdaman, to'g'risi. Qancha ob'yomda kuzatuvchilarimizga ko'proq ma'lumot O'qitaversinlar, yaxshi ketadi. qancha ob'yomda sotasizlar, sir bo'lmaydi. Travertin ham ishlab chiqarishni boshlaganmiz. Denodagi katta biza qurilish bazasiga kelganmiz. Xohlagancha olib ketsanglar bo'ladi. Hamma mahsulotlarimizda bor. Respublika bo'yicha eng ko'p sotadigan viloyatlarimizdan bittasi bo'lgani uchun Surxondaryo, assalomu alaykum. O'sha hamma biladigan Denodagi katta biza qurilish bazasiga kelganmiz. Bu yoqda Asror aka savdo qiladi. Asror aka bo'yoq bo'limida savdo qiladi. Bizning rasmiy Surxondaryodagi yagona dilerimiz hisoblanadi bu baza. Bu bazamizga kelganda barcha bizning mahsulotlarimizni topishingiz mumkin. Ko'rganingizdek, bizning emulsiya, travertin va boshqa mahsulotlarimizni ham topishingiz mumkin. Yana shunaqa fasadni tiyaganimizdan ham topishingiz mumkin. Biz bu qurilish bazasiga kelganimizdan asosiy sababi respublika bo'yicha eng ko'p sotadigan viloyatlarimizdan bittasi bo'lgani uchun bu qurilish bazasini sizlarga yanada ko'proq obzor qilib ko'rsatib bermoqchiman. Asror aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Asror aka, biza bilan qancha muddatdan beri ishlayapsizlar hozir? Xudo xolasa Dekart kompaniyasi bilan 12 yildan beri hamkorlik qilib kelyapmiz. Shu vaqt davomida juda ham ko'p obyektlarga mahsulotlaringizni berganmiz. Hali biron marta parod qilib qo'ygani yo'q. Hech qanaqa shikoyat bo'lmagan. Hech qanaqa shikoyat yo'q. Xudo xolasa tuman, shaharlarda eng oldi binolarining hammasi mahsulotlari Dekart mahsulotlaridan bo'lgan. Bizga sanab bera olasizlarmi shu eng yaxshi bo'lgan o'sha obyektlarimizni? Sarasoda obyektlarimiz, Sarasoda hozir yangi qurilgan obyektlar domlaridagi keyingi obyektlarimiz, shu mana Denoda qurilgan domlarimiz, Tojmahal, mana bu Qizildom, hozir o'zimizning xalq tilida Qizildom bo'ladi. Bular hozir shaharda eng oldi, eng chiroyli binolari hisoblanadi. Yana men Asror aka ko'rdim, o'zim borib o'sha Sarasodagi obyektlarga podest qismiga qumli atachentolar sotibsizlar. Xuddi shunday. Juda ham katta ob'yomda qumli atachentodan qilishgan. Hozir o'zim ko'rib hayron qoldim. Buni 2-3 ta videoda ham aytib o'tdim. Hech kim uyiga qilmasa ham, lekin podestga ishlatishibdi o'sha quruvchilar. Keyin yana sizlardan bitta narsani so'rab qolaman. Bir marta mahsulot olgan quruvchilar yana qaytib mahsulot sotib olgani bo'lganmi? Xuddi shunday. Mahsulotni bir marta olib ketganlar qayta-qayta kelib shu mahsulotdan yana so'rab kelishadi. Ya'ni uyiga qilganlar obyektlarga qilgan ham bo'lgan. Misol uchun quruvchilar kelganda uyiga bir marta ishlatib ko'rgandan keyin har bitta obyektlariga muntazam mana shu Dekart mahsulotlarni ishlatadi. Operatorimiz ichkarini ko'rsatib o'tasiz bizga. Ichkarida do'konimizda o'sha Dekartni sizlarga aytib o'tgan o'sha hamma mahsulotlarimizda bor. Rangli emulsiyalarimizdan tortib, travertinlarimiz, atachentolarimiz, qumli, qumsiz, hozirda yangi ishlab chiqarayotgan perlina, perlaton mahsulotlarimizni ham bemalol bu do'konimizdan topishingiz mumkin. Yana Asror akamga yuzlanamiz. Asror aka eng ko'p sotilayotgan qaysi mahsulotimizni sotyapsizlar hozirda? Eng ko'p mahsulot sotilayotgan, hozir populyarni bo'layotgan mahsulotlarimizdan Perla Bianca, Dekocento, Dekartni travertinlari juda ham oq travertinlar, keyin laklari, metallik lak, super laklar, akrillar. Keyin buni Capital, Dekartni strong mahsulotlari. Bular juda ham ko'p sotamiz. Dekartni hamma mahsuloti deyarli juda yaxshi, juda sifatli, sotuvida muammo yo'q. Hozirda eng hadovoy deydi bizda o'zbek tilida, endi ko'cha tilimizda eng ko'p sotiladigan qaysi rang hozir ko'p sotilmoqda? Strong rangi, oq rangi. Oq rang. Eng hadovoy. Travertindachi? Travertinda ham oq rangi. Men bilishim bo'yicha Asror aka yaqin 3 yil yoki 4 yilda mana Surxondaryoga atachentoni olib kirdinglar o'zingizlar. Shunday. Qanaqa bo'ldi hozir sotish o'sha atachentolarga talab? Odamlar qiziqishi. Boshida olib kirishimizda ustalarga o'rgatish sal qiyinroq bo'ldi. Ishlanishlarini tushuntirish va 1-2 marta xuddi shunday kelib turib master klass o'tab berganlaringizdan keyin bular sotuvimiz yengillashdi, tezlashdi juda ham. Keyin ustalarimiz sekin-astalik bilan o'rganib mahsulotlaringizga ko'paytirib bordi. Haqiqatan ham men Toshkentda domlarni, ko'p qavatli binolarni fasad qismiga atachentoni kamdan kam ishlatilganini ko'rdim, lekin hozirda Surxondaryoga kelib juda ham ko'p obyektlarni fasad qismiga bizani o'sha Dekocento, Perla Bianca, qumli sadaflarimizni urishayotganini ko'rib, men to'g'risi o'zim xursand bo'ldim. Bizdan yana qanaqa yengilliklarni kutib qolasizlar? Mana sizlardan so'rab kelayotgan misol uchun ustalar qanaqa yengilliklar kutishyapti hozirda? Sizlardan hozirda atachento mahsulotlarida, keyin rang mahsulotlarida, misol uchun hozir rang apparatlarini ham olib kelganmiz.
Bunda 2000 xildanmi ortiq ranglaringiz bor ekan. Bularni hozir ustalarga eng ma'qul bo'layotgan ranglari kartlar urayotganda, misol uchun o'shanaqa ranglarda yangiliklar kutib qolamiz. Keyin Attachento, Travertin va Milano mahsulotlarida ham rangdagi mahsulotlarni kutib qolamiz. Domlaga sotyapmiz deyapsizlar. Ob'yomda qanaqadir yetishmay qolish holatlari bo'lyaptimi sizlarda? Misol skladda qanchalik molinglar ko'p bizadan olgan? Skladda moldan muammo yo'q, xudo xolasa. Qancha ob'yom desa chiqarib bera olamiz. Sizlar bilan birga skladni ko'rsatib o'taylik bir. Hozir birgalikda bo'lmasa skladni ko'rib o'tamiz. Hop, skladinglar juda ham katta ekan. Haqiqatan ham. Bu yerda kafel mahsulotlari, dekor mahsulotlarini ko'rib turganingizdek. Oho, ko'rishinglar mumkin kuzatuvchilarimizni. Haqiqatan ham mahsulotdan hech qanaqa yetishmovchilik kuzatilmaydi bu yoqda. Bemalol kelib, xohlagancha olib ketsanglar bo'ladi. Bizning zavodda yana xuddi shuncha ob'yomda ishlab chiqarib beramiz. Qancha muddatda kelgan sir bo'lmasa, shuncha mahsulot sizlarga? Bular havasi uzog'i 1 oy muddatda hammasi yangilanadi, joylari o'zgaradi. Bu ob'yomda har bittasi 1 oyda tugaydi. Stilajlar va yangilanaveradi. Demak, mijozlarimiz qo'rqmasdan sotib olishi mumkin ekan. Bo'ladi. Bizda o'sha turib qolgan mahsulot bo'lmaydi. Sveji mahsulot. Svej zavoddan keladi, sizlar sotib olasizlar. Mana ko'rib turasiz. Bemalol kelib, solishtirib olishingiz mumkin. Mahsulotimiz o'sha ishlab chiqarilgan sanasiga uzog'i 1 oy bo'lgan bo'ladi. Unaqa ko'p o'tib ketib qolmagan bo'ladi. Juda ham katta ekan, asror aka, savdolarga baraka bersin. Oho, bu yoqda ham bormi? Xuddi shunday bu yoqda ham. Hozirda o'sha yangi chiqqan Travertindan ham kelibdi-da sizlarga. Kuzatuvchilarimizga aytib o'tamiz, bizni mahsulotlar hamyonbop narxda Travertin ham ishlab chiqarishni boshlaganmiz. Buni narxiga qiziqqanlar kelib bemalol Asror akamdan narxlarini so'rab sotib olishingiz mumkin. Xohlagan ob'yominglarda bu mahsulotimizni ham ishlab chiqarib beramiz. O'sha sifati qolgan Travertinlarimizga kabi sifatiga javob beramiz bemalol. Denovdagi ikkinchi rasmiy do'konimizga kelganmiz. Bu do'konimizda Zarif akam savdo qiladilar. Assalomu alaykum Zarif aka. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tinchmisizlar, yaxshi keldinglar. Zarif aka, bizani mahsulotlarimizni sotasizlar. Qancha ob'yomni sotasizlar, sir bo'lmasa? Ob'yom yaxshi, 1-2 yildan beri dekorda ishlaymiz, yaxshi sotyapmiz, ko'proq ob'yom sotyapmiz. Biz hozir sal ko'ch munosabati bilan sal bunday taxlalganlar tuzuk emas, boshqa emas, deb nepariyatni bo'lib turibdi. Ma'lumot o'rnida aytib ketamiz. Bu do'konimiz ochilganiga ko'p bo'lmadi. Bir hafta ham bo'lgan yo'q-da, ko'chdikda biz. Shunaqa. Ko'chdik. Eng ko'p sotiladigan qaysi mahsulot sotasizlar? Eng ko'p shu oq travertinlar yaxshi ketadi, oq mahsulotlar, ochiqroq ranglar ko'p ketadi bizga. Ko'rishinglar mumkin, skladimizda zapasi bilan mahsulotlarimizni chiqarib qo'yganmiz. Bemalol kelib, ustakalarimiz xarid qilishlari mumkin. Xohlagan ob'yominglarda mahsulotni topib beramiz. Xudo xolasa, shunaqa. Qaysi ranglardan asosan muammo bo'ladi bizda? Topilmay qoladi, misol yetishmay qoladi, ko'p ketadigan ranglarimiz emiltiradi. Asosan emilsin, aytdim-ku, ochiq ranglar, ochiq. Ochiq seri, qaymoqlar, bunday oq svetlar sal to'xtalib qoladi, yo yetkazib beryapti, keyin ikkinchi bo'limimizdan olamiz shunday. Albatta, bizda ikkinchi rasmiy do'konimiz ham bor. Bunisi ikkinchisi, birinchi rasmiy do'konimiz ham bor. U yoqda, agar bu yoqda tugab qolsa, bu yoqdan chaqirtirib, shunday sotishimiz ham mumkin. Bular Odil akam, Latif akamlar bilan birga ishlaydigan usta hamkorlari. Ko'rib turgan obyektinglarda Odil akamni brigadalari ishlab kelgan. Odil aka, bu obyektimiz haqida o'sha kuzatuvchilarimizga ko'proq ma'lumot bersangiz, qanaqa mahsulotlarimiz ishlatildi va qancha ob'yomda bitkazilyapti bu obyektimizda? Bu obyektimiz Surxondaryoning Sariosiyo tumanida bo'lyapti. Sebzor mahallasida. Bu mahsulotlarimiz juda ancha ko'p narsa ishlatyapmiz. Misol uchun Travertin, Attachento mahsulotlarini ishlatyapmiz. Bu obyektimizga ham 2 oylar bo'ldi. 2 oylar bo'ldi, mana shuncha ish bo'ldi. Orqa tomonlari, yon tomonlamasi bo'lgan, podyezdlarimiz, 3 ta podyezdimiz ham tugagan. Xudo xolasa egalariga sifatli qilib topshirish niyatdamiz. Odil aka, men hayratdaman to'g'risi. Nimaga desangiz, Attachentoni podyezdga ishlatibsizlar. Bu g'oya kimdan chiqdi o'zi? Attachentoni bu g'oya quruvchi akamiz Abdurahmon akani g'oyalari bo'ldi. Ustolar bilan birga maslahatlashib, shu narsani ishlatyapmiz. Haqiqatan lekin juda ham chiroyli chiqdi. Biz hozir kadrda qo'yib ko'ramiz, ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli holatda bitkazganmiz. Odil aka, biz bilan qancha muddatdan beri hamkorlik qilyapsiz? Bizning mahsulotni qachondan beri ishlatyapsiz? Bu mahsulotni ancha yillardan beri ishlatib kelyapmiz. Shungacha hali nima qilganimiz yo'q. Mahsulotlarimiz sifatli, yaxshi. Klientlarga ham yoqyapti. Umri uzoqroq bo'lyapti. Travertinlarimiz ayniqsa bemalol yuvib, artib olsa bo'ladi. Bizda tomonlama qanaqadir bir
nima desa norozilik, shunaqa holatlar ham kuzatildimi? Bizlarning mahsulotdan ayib topgan Yo'q, mijozlar. haligacha unaqa bo'lgan yo'q. Xudo xolasa undan keyin ham bo'lmaydi degan umiddamiz. Bemalol o'sha eng zo'r mahsulot qaysi degan mijozlarga bizlarning mahsulot qo'rqmasdan ayta Bekor olasizlar. fermani mahsulotlarini aytsa bo'ladi. Atachentalari ham alohida. Rahmat sizga Odil aka, sizni ko'rib turganimizdan xursandman. Rahmat. Qolgan ustozlarimizga ham bemalol o'zingizni fikringizni aytsangiz bo'ladi. Bizlarning mahsulotni ishlatib qo'rqmasdan ishlatsa bo'ladimi, yo'qmi? Bemalol hamma ustalarga maslahat beramiz. O'sha fermani ishlatsa bemalol qo'rqmasdan ishlatsa bo'ladi. Rahmat sizga Odil aka. Rahmat.